Dağlıq ma'rifshunos Dieterich mundaq degan. 9 soat ko'rish orqali erishgan narsadan 1 soat rasm sizish orqali ko'p narsaga erishgili bo'ladi. Rasm sizish orqali bolalarning o'ng so'l miyasi birlikda harakatlanib, ko'rish bulungi bilan dunyoni o'zliksiz ko'zitadi. Shuning bilan turmush tajribalarini rasmga singdirdi. Bolalar mo'l til bilan ichki dunyosini ifodalayolmaganda, rasm sizish shakli orqali o'zining kayfiyati bilan inchki dunyosini ifodalay oladi. Bolalarning rasm sizish qobiliyatini taraqqiy qildirish orbitasini ularning psixikasi, fiziologik taraqqiyot ritmi belgilaydi. 8 oydan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar qog'ozga chekit chekadi. 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar xohlagancha qog'oz puti sizish bosqichida bo'ladi. Bu chaqda bolalarda rasm sizish hukmi shakllanmaydi. O'zining eng dastlabki sezgi a'zosiga tayanibla qalaymiqan sizidi. 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar qog'oz puti sizishni kontrol qilish bosqichida bo'ladi. Siziqning uzunligi va qog'ozning chetini ong bilan kontrol qiladi. 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalarda rasm sizish eng bexlanadi. O'zi sizgan rasmga ism qo'ydi. Bir tarafdan rasm sizidi, bir tarafdan sizmoqchi bo'lgan rasm mazmunini tasvirlay oladi. 4 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar inchik halqalariga diqqat qilishga boshlaydi. O'zining qiziqqan qismlarni sizishni yo'nalish qiladi. 6 yoshdan boshlab o'zining turmush, tabiat, atrofida yuz bergan ishlarga bo'lgan haqiqiy chin hissiyotini ifodalaydi. Inchik halqalari ifodalash usuli jihatda texmi mo'llashidi. Ota-onalar odatda bolani rasm sizishga to'g'ri yetaklash kerak. Birinchi, sharoit yaratib berish. Bolaning yosh alohidaligi asosan ularga sizmichilik taxtasi yoki cho'ng rasm sizish qog'oz bilan bo'yoq, moy bo'yoq qatorli qurollarni tayyorlab berish. Bolaning rasm sizgandagi qiyofati bilan qarindosh tutgandagi qiyofatiga bak kirishib olmaslik. Uning rasm sizishning ozoda, zo'qlanadigan, qiziqarli ish ekanligini his qildirish kerak. Ikkinchi, qiziqishni qo'g'dash. Hamma bolalarda rasm sizish qiziqishi bo'ladi. Rasm sizish eg'iz tilining boshlamchisi. Go'zal tuyg'ularni ifodalaydigan qurol. Ota-onalar ularning rasm sizish qiziqligi hamda ularning ifodalash usulini qo'g'dish kerak. Bolalar rasm sizganda gap qistirmaslik, aralashmaslik, taxliq qilmaslik, gumonlanmaslik kerak. Ulgi nusxasini elib bolalarga do'rab sizdirmaslik. Bunda qilganda bolaning tasavvurini cheklab, rasm sizish qizg'inligini to'valtib etadi. 3. Ko'ngil qo'yib anglash. Yaponiyaning bolalar ma'rif mutaxassisi Nyojo Xiaomining bolalarni tarbiyalash rasm sizishdan boshlash kerak degan kitobida rasm sizish, qog'oz butini erkin sizish bolalarning hissiyot ifodasidir deyilgan. Shunga ota-onalar rasmni yaxshi sizish sizmaslik, o'qish tip sizish sizmaslikdan iborat hukm qilish o'lcham bilan bolalarning rasmini baholamaslik. Rasmda ifodalanmoqchi bo'lgan narsani yaxshi anglash, bola ifodalanmoqchi bo'lgan mazmunni tushunish va ko'ngil bo'lish kerak. 4. Tajribasini mo'llashtirish. Bolani tabiat bilan ko'proq uchrashtirib, bevosita o'gitish, bevosita tajribaga erishtirish. Ota-onalar doim bolani tog' o'rmon, shaqratma qatorliq tabiiy muhit va do'kon, ko'rgazma saroyi va ko'chalarga birga olib chiqish. Bolalar bilan ko'proq turmush to'g'risida paranglish kerak. Masalan, yaqinda yaslixonada qiziqarli ishlar bo'ldimi degandek savollarni so'rash, bu rasm sizishda xam material bo'lib qolmay, yana bolaning yaqinqi ahvoli hamda ishki hissiyotini tushunadigan yaxshi usul hisoblanadi.